Bu hislar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, quvonchmi, sevgi yoki hatto salbiyroq hislar bo'lsin, hozirgi paytda men bu his-tuyg'ular bilan yuzma-yuz kelishga va ularni musiqam orqali ifoda etishga ko'proq e'tibor qaratayapman. BTS guruhi a'zosi J-Hope Rolling Stone intervyusiga yana bir bor xush kelibsiz. To'liq guruh sifatida yana birlashish bu qanday tuyg'u? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Harbiy xizmatimni tugatganimdan keyin bir muddat davomida yakkaxon ijrochi sifatida ishladim. Keyin esa yana guruh bilan birlashdim. O'sha davrning o'zidayoq bu ikki tajribalar bir-biridan qanchalik farq qilishini his qilgandim. Hozir yana guruh bilan birgamiz va boshqa a'zolar mening ifodamda va sahnadagi chiqishlarimda yetishmayotgan bo'shliqlarni to'ldirib turishmoqda. Ko'p jihatdan shuni anglab yetdimki, aynan shu sabab biz 7 kishidan iborat edik. Ya'ni har bir inson o'z vazifasini juda zo'r darajada bajargan va bu juda qadrli. Lekin men uchun eng yoqimli tomoni muxlislarimiz bizni yana birga ekanligimizdan xursand bo'lishadi. Albatta men ham bundan xursand bo'laman. Arsen qo'shig'ingizda juda muhim bir satr bor. Bu olovni o'chiraymi yoki yanada alangalatamanmi? Bu savol sizning karyerangizga ham, BTS karyerasiga ham to'liq mos keladigandek tuyuladi. Bu hattoki Arem aytgan gaplar bilan ham bir-biriga bog'liqdek. Sizlar bu yo'lni yakunlash haqida ham gaplashgandingiz va oxirida baribir davom etishga qaror qilgansiz. Bilmoqchimanki, shu fikrlar hozir siz uchun qanday ma'no anglatadi? 2022-yilda Arsen qo'shig'imni yozayotganimda o'sha paytda his qilgan barcha his-tuyg'ularimni uni ichida aks ettirgandim. O'sha paytlarda biroz xavotirda edim. O'ylardim, shu qadar ko'p e'tibor va muhabbat olish haqiqatan ham faqat yaxshi narsami? Balki hamma meni olqishlab, qo'llab-quvvatlayotgan paytda hammasini shunchaki to'xtatib qo'yishim kerakdir. Hatto o'zimga savol bergandim. Men buni umuman xohlaymanmi o'zi? Ichimda faqat kichkina bir uchqun bor edi, lekin u birdaniga katta olovga aylangandek bo'ldi. Shu narsa menga juda katta bosim bergan, lekin o'ylaymanki, o'shandan beri ancha o'zgardim. Chunki bularning barchasi mening bir qismim. Guruh bilan ishlaymanmi yoki shaxsiy faoliyatimdami, har ikki holatda ham hayotni his qilyapman va hammasidan nimanidir o'rganib borayapman. Hayotning ayrim bosqichlarida faqatgina o'sha davrgagina xos bo'lgan hislar bo'ladi. Axir inson shunday yashaydi, o'sadi va ulg'ayadi. O'shanda ham, undan keyin ham musiqa ustida ishlayotgan paytimda men aynan shu hislarni chuqur his qilganman deb o'ylayman. Bu satr xuddi shu fikrlarni o'zida aks ettirayotgandek. Bizning birga davom ettirishimiz ehtimoli juda yuqori, lekin shu bilan birga eng yuqori cho'qqida turib yakunlash degan tanlov ham doim bor. Shunday bo'lsa-da, vaqt o'tib shuni tushunib yetdimki, shunchaki xohlaganim uchun buni to'xtatib qo'ya olmas ekanman. Shaxsan men atrofimdagi odamlardan juda ta'sirlanadigan odamman. Shuning uchun qarorlarim boshqalarga qanday hissiy ta'sir qilishini ham o'ylashimga to'g'ri keladi. Shu narsa bilan ancha kurashdim. Oxirida esa shuni his qildimki, ichimdagi olovni yoqib turish bu aslida men chin dildan xohlaydigan narsa. Va bu menga eng mos keladigan tanlov ekan. Siz qo'shiqda quti degan o'xshatishni ko'p ishlatgansiz. Hozir ham o'zingizni go'yo bir qutining ichidadek his qilyapsizmi? Agar shunday bo'lsa, bu hozir qanday quti?
Oldin men o'zimni qandaydir qolip ichida qolgandek his qilardim. Go'yo u meni o'zimni xohlaganimdek erkin ifoda etishimga to'sqinlik qilayotgandek edi. Men shu qolipni buzib, haqiqiy o'zim bilan va boshqalar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan barcha musiqalarim bilan dunyoga chiqishni xohlardim. Shuning uchun ham Jack in the Box metaforasini ko'p ishlatganman. O'ylaymanki, o'sha vaqt uchun bu juda mos o'xshatish edi. Lekin hozir men o'zimni ko'proq musiqalarimni yaratganimdan, o'zimni sinab ko'rganimdan va umuman ko'proq his qilganimdan so'ng, endi o'zimni quti ichidaman deb aytmagan bo'lardim. Endi esa o'ylayapman. Qutidan chiqqanimdan keyin yana nimalar yarata olaman? Aslida musiqamizning kelib chiqish hikoyasi Pandora's Box'ga borib taqaladi. Bu hikoyada u qutini ochganda barcha yomonliklar chiqib ketadi, lekin yopilganda ichida hali ham umid qoladi. Unda savol tug'iladi, qutidan chiqqan umid nimaga duch keladi? Shu haqida o'ylaganimda, hozir men musiqamga qo'shishim kerak bo'lgan juda ko'p yomonliklar va turli xil holatlar borligini tushunaman. Axir hayotda juda ko'p hissiyotlar bor-ku, to'g'rimi? Men endi shu hissiyotlarga xoh u quvonch bo'lsin, muhabbat bo'lsin yoki hatto salbiy tuyg'ular bo'lsin, ularga to'g'ridan to'g'ri yuzlanib, ularni musiqam orqali ifoda etishga ko'proq qiziqayapman. Siz guruh ichida ham musiqiy, ham hissiy jihatdan juda muhim rol o'ynaysiz. Arim ham ayrim jihatlarda siz bilan liderlikni bo'lishishini aytadi. A'zolar siz guruhni birlashtirib turadigan inson ekanligingizni ta'kidlashadi. Xarakteringiz, iste'dodingiz, o'rningizni hech kim bosa olmaydi. A'zolar sizga juda ko'p tayanishadi. Bu holat ba'zan siz uchun bosim bo'lib tuyuladimi? Men buni yuk deb atamagan bo'lardim. Men shunchaki qo'limdan kelganini qilaman xolos. Menimcha bu meni jamoadagi o'rnim. Va men buni majburiyat deb o'ylamayman. Nima qilishim kerakligi haqida ham o'ylamayman. Hammasi o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Bu rolmi, uni umuman rol deb atash to'g'rimi? Shunday deyishim biroz g'alati tuyulishi mumkin, lekin men shunchaki vaziyatni qanday bo'lsa shunday qabul qilaman va boshqa a'zolar uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qo'shiqlar matnida yoki intervyularda ko'rganimizda J-Hope ham ba'zida umid manbaini izlayotgandek tuyuladi. Boshqalarga umid berar ekansiz, o'zingiz esa umidni qayerdan topasiz? Aslida men bu haqida doim o'ylayman. Hatto umid haqida gapirib yurgan paytlarimda ham o'zim haqiqatdan ham umidli insonmanmi deb aniq ishonchim komil bo'lmagan. Rostini aytsam, hammasi insonning fikrlash tarziga bog'liq. Men J-Hope nomini olishimdan oldin ham doim yorqin, ijobiy va umidli odam bo'lganmanmi? Ha, men quvnoq xarakterga ega edim, lekin umidning mohiyati haqida bunchalik chuqur o'ylamasdim. Go'yo shu ism meni bugungi kimligimga aylantirdi. Hayotda topgan o'rnim ham meni shakllantirdi. Bu nomni olganimdan keyin o'zimga sen bu ism uchun mas'ulsan deb aytdim. Shunday o'ylay boshlaganimdan keyin ichimda nimadir o'zgardi. Men hamma joydan umid izlay boshladim. Va bu haqda boshqalarga ham aytdim. Agar siz fikrlash tarzingizni o'zgartirsangiz, haqiqatdan ham umidni topishingiz mumkin. Men doim o'zimga eslatib turaman. Sen J-Hope'san va aynan shu ism yuklagan katta mas'uliyat tufayli bugungi o'rningdasan. Shunday qilib, men bu narsani, ya'ni umid deb ataladigan tuyg'uni o'zim uchun tabiiy ravishda topdim. Demak, bunga erishish uchun aniq bir usulim yo'q. Lekin hozirgi hayotim umid tushunchasi va J-Hope bilan shu qadar bir-biriga chambarchas bog'langanki, men o'z yo'limni shu tarzda topdim.
Bu safargi BTS albomini yaratish jarayonida men nimadir yangi narsani kashf qilyapman yoki yangi yo'l ochyapman degan tuyg'uni his qilgan paytingiz bo'ldimi? 일단 사실 7명 전체가 Avvalo 7tamiz birga AQShga uchib borganimiz va birgalikda yozuv ishlarini o'tkazganimizning o'ziyoq ish jarayonimizdagi katta o'zgarish bo'ldi. 안 해봤던 그런 음악 작업의 형태였고요. Shuningdek, ishlash davomida madaniyatni his qilish 그리고 그 분위기를 va o'sha yerdagi muhitni ko'rish biz uchun juda qiziqarli bo'ldi. 굉장히 또 재밌게 음악을 한 것 같아서 그런 부분에 있어서 Menimcha aynan shu narsa bu albomni shunchalik o'ziga xos va maxsus qilgan. 또 색다르게 나오지 않았나라는 생각이 들고 일단 이번 Va shuningdek qo'shiqlarning o'zi ham ohang jihatidan oldingi ishlarimizdan ancha farq qiladi. 분들의 곡들이 많기 때문에 그런 Albatta, bu o'zgarishlar ijod jarayonida yaqqol seziladi. 음악을 Birga sayohat qilib musiqa yaratish bizga yana yangi tomonlarimizni ko'rsatish imkonini berdi 우리에게 새로운 모습들을 va oxir-oqibat jamoa sifatida asosimizni yanada mustahkamladi. Romantika haqida yozish sizga ancha osonroq va tabiiyroq bo'lib qolganga o'xshaydi. Buning uchun ichingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? 이게 확실히 20대에 느껴지는 Menimcha insonning 30 yoshlardagi sevgi va romantika 도 로맨스 20 yoshlardagidan boshqacha o'lchovlarga ega bo'ladi. 이 사랑에 대한 이 로맨스가 굉장히 좀 무게가 좀 다른 것 같기는 하더라고요. 이거 뭐 경험을 Bu faqatgina shaxsiy tajribaga bog'liq emas. Men bu mavzu haqida endi ancha chuqurroq o'ylayapman 이제는 그때보다는 확실히 va yetukroq inson nuqtai nazaridan qarayapman. 점에서 뭔가 계속 바라보기 때문에 물론 사실 더 저보다 Albatta, mendan yoshi kattaroq odamlar buni yoqimli deb hisoblashlari mumkin. 있겠지만은 지금 뭔가 느껴지는 Lekin hozir qilayotganim shuki, 또그 감정에 대해서 hissiy mavzularga yanada ehtiyotkor va chuqurroq o'ylab yondashishim kerak. 가볍지 않게 이거를 다뤄야 된다라는 생각을 하니까 Va aslida aynan mana shu narsa menga sevgi haqida yanada ochiqroq gapirish imkonini berdi. 또 자유로워지더라고요. 예, 예. 그래서 이게 좀 Menimcha bu tabiiy jarayon. Vaqt o'tishi bilan sevgi degan tushuncha tobora sayqallanib, 이 사랑에 대한 yanada noziklashib borishini angladim. 시간이 지날수록 좀 더 다듬어지는구나. BTSning dastlabki 10 yili yangi darajadagi super yulduzlik sari yuksalish davri edi va bu o'sha davrdagi asosiy maqsad ham edi. Unda hozir allaqachon cho'qqiga chiqqan bir paytda BTS 2.0 ning maqsadi nima? 일단 요즘 드는 생각은 So'nggi paytlarda men o'zimdan ortiqcha narsani kutmaslik kerak deb o'ylayapman. 그냥 우리가 모인 것 자체가 Biz yana birga to'planganimizning o'zi va hozir ham guruh bo'lib musiqa yaratayotganimiz buning o'zi juda ajoyib narsa. 대단한 거다라는 생각을 하면은 Shu haqida o'ylaganimda maqsadlar unchalik ham muhim bo'lmay qoladi. 뭐 크게 의미가 없어지더라고요. 예, 그냥 Biz hozir ayni lahzaning ichidamiz va hozir juda ko'p zavq olyapmiz. 그리고 너무 즐거우니까 지금이 그런 Agar shu tuyg'ular bilan oldinga harakat qilishda davom etsak, hamma narsaga tabiiy ravishda erishamiz va ko'p narsalarni amalga oshiramiz. 우리에게 다가오고 이렇게 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 Shuning uchun juda katta orzular qilishdan ko'ra, 우리가 men shunchaki davomli ravishda zavq olib, guruh bilan musiqa yaratishni hamda bir-birimiz va muxlislarimiz bilan bo'lgan mehrli munosabatlarimizni uzoq yillar davomida asrab-avaylashni xohlayman. 오래오래 함께 계속해서 하고 싶다라는 감정 자체가 Mening yagona maqsadim va umidim shu va men xohlayotgan narsa ham. 희망인 것 같아요. 예, 하고 싶은. Bu yerga kelganingiz uchun rahmat va yana ko'rishguncha. Sizlar bilan birga Nigora bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni Telegram, Instagram va YouTube kanallarida kuzatib boring.